Esselam qarindoshlar. Men Abduraov Teklimakani Ferhat Qurban Tangirtağlık vafatının bir yıllığı münasebet bilen uyuşturulgan bu toplantıga men mo Ferhat Qurban bilen bir şehir, bir koça, bir mahallede yaşayan qarindoshlardan buluş. Andın onun Ali mektep devirdeki o'qituvchilaridan biri bo'lish salohiyatim bilan bu faoliyatga ba'zi eslamalarim bilan duo bilan samimiy duolarim bilan qatnashgim keldi. Bundan 44 yil muqaddam, ya'ni 1980-yili men Markaziy Millatlar Universiteti Uyg'ur Til Edebiyatı Fakültetiniki o'qituvchisi salohiyatim bilan shu yillik Uyg'uriyadan qabul qilingan o'quvchilarga mas'ul bo'lib Urumchiga borgan edim va 7-oyda shu Ferhat Qurban hozirgi professor doktor olim Inoyat alani men qabul qilgan shu yildisi. Ferhat Qurban şu çağda şu bütkül Uyg'uriya bo'yicha şu yili oliy maktabga imtihon belgelerinin içinde en yuqori nomer olgan 10 o'quvchining birisi ekan. Men ijtimoiy palla tarafiga mas'ul bo'lganimdan men shu chog'dagi shu yuqori nomerli o'quvchilarni berilgan huquq imtiyoz bo'yicha tanlab olgan. Shularning ichida bugungi professor doktor olim Inoyat Gulzade Tangirtağlı qatarlıqlar şunun içinde. Ferhat Qurban tolumu tirishchan o'quvchi edi. O maktabda o'qituvchisining og'ziga qarab shu nima deb shunlam deb topshirig'ini ishlab tugatadigan o'quvchilar emas, balki bilish ufqini kengaytib davomli izlanadigan mana o'quvchilardan edi. Şu tüpeyli o şu çağdaki Çin'nin demokratik islahat devri bo'lganligi uchun başka milletlerinin bu milli örf adet, tarih, medeniyetlerini keng o'rganish, tadqiq qilish imkoni bor vaziyatda. Moshunda vaziyatdan unumli foydalanib nurg'un yaxshi ishlarni qilgan. Uning birisi mening bildig'im Uyg'urlarning an'anaviy bayrami Navro'zni asli keltirish, uni jonlantirishdan tövbesi batı. O Ferhat Qurban olim Inoyatlar birlikda şu Uyg'urlarning Navro'z bayramini şu yillik 83-yil mening esimda qilishcha. 3-yilning 21-kuniki an'anaviy Navro'z bayramini tunji bo'lib Markaziy Millatlar Universiteti asli keltirib Beyjan'daki chet ellik muhbirlarni teklif qilib keng ko'lamda elib buni radio televiziyalarda tashviq qilgan. Shundan keyin mamlakat bo'yicha har yili an'anaviy Navro'z bayramimizni xotirlash faoliyatlarini jonlangan deb shunday eslayman. Ondan Ferhat Qurban talantli san'atkor edi. Onun bizden Uygur müziklerimizni çeliş, nakşı okuş, yani icraat, uğurlaş iktidarı tolumu yüksek idi. Şunun için o okuştan sırtkı medeni faaliyetlerindeki serkerdesi idi. O faaliyetlerin nayeti canlılık, nayeti anlamlık, yaxşı elip barattı. Mektep boyucu mu, o başka milletlerden mi? Hem adam tuniydi. Onun gibi sanat iktidarıga hatta benim esimde kalışça şu çağdaki Markaziy Millatlar Universiteti sanat fakültetinin o'qituvchilar teklif qilib bizga sanat fakültetida o'qisan bo'g'dak degan takliflarni berganligidan mening xabarim bor. Ikkinchidan Ferhat Qurban iqtidorli yozuvchi edi. O yezikchilik iqtidorini yetildirgan. O 1984-yil o'qish bitgandan keyin Çin memleketlik İslam cemiyetiga taqsim qilingan. Onun kona başkanı Burhan Şehidi idi. O
endi Burhan Şahidi'nin siyasi meydan cihetten okşamagan bahala boğası bu. O şu çağdaki yetilgen peşkadam Uygur ziyalisi bulup o bir oturuş bir meclislam o Ferhat Kurban bilen tanışıp kalıp onun aşı yazıkçılık iktidarının bağlılığını bilip özünün ve eslemesini yazışını Ferhat Kurban'a tapşırgan. Mening bilishimcha o eslemesinin dastlabki mavzusi Uyghur Avtonom rayonining 50 yili edi. Keyin boshqa mavzular e'lon qilingan bo'lsa-mu, 80-yillarda bu asar e'lon qilingandan keyin butun Chin bo'yicha hamma ziyolilar nihoyatda yuqori baholagan shu davrdagi yaxshi yozilgan esleme asarlarniki, tezkir asarlarning biri bo'lgan deb eslayman. Ondan keyingi chog'da bu Turkiyaga yerlashgandan keyin Ferhat Kurban o mustaqil tadqiqotchi bo'lib, uning nurg'un yaxshi o'limsiz emgaklarni qildi. Bularni qilishimi uninki shu o'quvchi vaqtidan, yosh vaqtidan tortib tirishib o'rganish, o'zining bilik ufqini kengaytirish jihatdagi tirishchanliklari, emgaklaridan ayırıp qarag'il bo'lmaydi deb qarayman. Bugungi professor doktor Erkin Ahmet bilan bir maktabdosh edi. O faoliyatlarni birlikda qiladi. Shu davrniki eng jangovar yoshlardan edi. Ondan Ferhat Kurban nihoyatda g'oyilik undan keyin o'ziniki muayyan g'oya bo'yicha millat uchun yaxshi to'pilik emgaklarni qilish va istiki yuqori ameliyatının sözlüğünü ameliyat kılalaydıgan manda iqtidarı var idi. Benim bilişimçe keyingi çağda o Türkiye'de Mahmut Kaşgari Üniversitesi'ni kuruş planını o'ttirib qo'ygan ve şunu izchillashtirish uchun tirishib emgak qilgan nurg'un ejrisi bor. Bu jihatda to'pisi haqiqatan zo'r. Meningki armonim, uninki do'stlari onunla hakikaten iktidarlık müşündaq millet için paydalık töblen kösetken tarafların itiraf kıldığan yaşla onu da ügünüp onun aşağı Mahmut Kaşgari Üniversitesi'ni kuruş armağanını emelge aşırış için tirişsa diyen ümidim var. Bugün bana verilgen vaqt boyunca muşinçilik eslimeden dua ederim. Ferhat Kurban Tanrı tağlığının yatkan joyi cennetli bo'lg'ay, ruhi hamisha xushnud bo'lg'ay. Rahmat qarindoshlar.